Assalomu alaykum. Mana Tavsiya 365 uchun aynan Istanbuldagi loyihamizning so'nggi oxirgi kuni. Albatta men oxirida o'z xulosamni beraman degan edim, chunki biz aeroportdan to shu kelgunimizcha Istanbulga o'tgan transfer xizmatidan boshlab otelga joylashishimiz, oteldan bo'lsa klinikaga borishimiz, klinikada bo'lsa doktorlarning bizga butun muomalasi va bilasizlar, men o'zim bilan birga bemor olib kelgan videolarimni qo'ydim. Bu bemorimizga qanaqa muomala qilishadi va haqiqatda unga bo'lgan analizlar, tekshiruvlar qay tarzda bo'lishini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik va videolarga oldik, o'zlarining odzivlarini eshitdik, aldanib qolingan holatlarni juda ko'pini eshitdik. Undan tashqari ular bilan biz mana podkastlar o'tkazdik. Podkastlarimizdan keyin zo'r chiqqaniga shubha bilan o'ylab, xalqimizdan shu yerda yashaydigan, aynan o'zbeklar yashaydigan rayonga kelib, o'ta o'zbeklar bilan ham suhbat o'tkazdik. Bemalol kirib ko'rmaganlar uni ko'rishi mumkin. Kimdir yaxshi dedi, kimdir yomon dedi. Unga ham ishonmasdan biz aynan gostinitsa bo'limida, gostinitsani aynan sotuv bo'limida ishlaydigan mudiri bilan ham birgalikda suhbat o'tkazdik. Mana uni ham ko'rgan bo'lishingiz kerak. Turizm haqida, aynan turistlar haqida barcha fikrlarni mana aytdilar. Hammasini eshitdilar. Endi mana men o'zimning fikrimni aytadigan bo'lsam, Istanbul juda ham chiroyli shahar, turistik, ya'ni kelib ketish uchun. Endi agar sizlar bemor bo'lib, davolanishga kelmoqchi bo'lsanglar, haqiqatda bu yerda aldanib qoladigan holat juda ham ko'p. Ya'ni insonlar pul ishlash uchun juda ham hamma narsaga tayyor bo'lar ekan bu yerda. Ishonchli vakillar haqiqatda muhim ekan. Bekorga reklamalar qilishmayotgan ekan, bekorga insonlar kuyunib harakat qilishmayotgan ekan, aldanib qolayotgan insonlar juda ham ko'p har borida. Endi biza keldik, juda ham yaxshi kutib olishdi. Muomalalari juda ham yaxshi, hammasi chiki-puki deydi-yu, shunaqa darajada bo'ldi. Lekin degan joyi bor. Lekin degan joy, ya'ni xalqimiz bilan suhbat o'tkazganimizda bu yerda chasniyda, ya'ni chasniy klinikalarda muomala zo'r, hamma narsaga davo bor, eng zo'r professorlar u yoqdaligini aytishdi. Lekin bo'lsa davlat gospitallarida bo'lgan sharoitlar haqida boshqacha fikrlarni ham eshitdik. Kimdir davlatnikini arzon dedi, kimdir davlatnikida o'chirit ko'p dedi, kimdir bo'lsa davlatnikida tez sizga matsamiki yordam berishga harakat qilishadi, chiqarib yorishadi boshdan oxirgacha tekshirishmaydi degan insonlar ham bo'ldi. Ya'ni hamma joyda sistema bir, albatta chasniy klinikalar o'z obro'sini, reputatsiyasini ushlash uchun bilasizlar, yaxshi doktorlarni qo'yishga majbur ham. Ya'ni bizani o'zimizda ham xuddi shundayligini bilasizlar. Va ko'ryapmizki, bu yoqdagi aholi juda ham zich, har xil millat elat yashaydi. Ayniqsa qonunlarga rioya qilib yashash kerak ekan. Biz ham bir holatga tushdik. Ya'ni aynan ko'chada yurganimizda pasport kontroli bo'layotgan paytga tushib qoldik. Bu yerda qanaqadir narsa o'tkazilayotgan ekan. Aynan shu o'tkazilayotgan narsani orqasidan, ya'ni tekshirilganda pasportimiz gostinitsada turganligi sababli bizani politsiya ham olib ketdi. Polis joyida, ya'ni politsiyskiyda ham, uchastkasida ham o'tirdik, ya'ni bir 4 soatcha o'sha yerda bo'ldik, to gostinitsadan bizani pasportlarimizni olib kelishguncha. O'ta juda ham ko'p holatlarga nima desamki, xudodan bo'ldi. Ya'ni ko'rib o'tirdim. Даже bitta narsani aytaman, 16 yoshli qiz ota-onasidan uzoqlashtirish qarorini so'rab kelgan politsiyskilarning oldiga, ya'ni militsiya xodimlarining oldiga, meni ota-onamdan uzoqlashtirib beringlar degani kelgan. Shunaqa holatlarni ko'rdik, narkotik bilan tushgan odamlarni ko'rdik, har xil holatlarni ko'rdik. Даже bitta ayol oyog'i singan holatda keldi. Yaqinda qizi erga tegar ekan, bo'lajak kuyov onasini, ya'ni kelinning onasini urib tashagan. Shuni orqasidan ular aynan nima desamki, anaqaga berishmoqchi bo'lishyapti, uzoqlashtirish qarori, ya'ni bo'lajak kuyovdan qizni va uni qizni oilasini himoyalashni talab qilib kelgan holatni ham ko'rdim. Juda ko'p narsalarni ko'rdik, 4 soat ichida juda ko'p narsalar bo'ldi. Aytmoqchimanki, kelayotganingizda albatta o'zingizlar bilan pasportlaringizlarni doim yoningizda olib yuringlar. Transfer xizmatida bekorga reklama qilishmas ekan biz, chunki video olish uchun ko'chalarga chiqqandik-da. Video apparatlar bilan ko'chada yurganimizdan keyin albatta dokument tekshiriladi. Menimcha bu butun davlatda bo'lsa kerak. Shuning uchun biz shunaqa holatlarni o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. E'tiborli bo'lasizlar, bu yoqda o'zbeklar juda ham ko'p. O'zbeklar haqida turli xil fikrlar bor, yaxshi fikrlar,
yomon fikrlar juda ham nima desamki, nodir fikrlarimiz bor. Bularni hammasini hisobga olishinglarni so'rardim. Agar sizlar turist bo'lib kelayotgan bo'lsanglar, bilamiz, turizmdan hamma ma'lumot olasizlar, lekin bizani maqsadimiz sog'liqqa qaratilgan. Sog'liq bo'yicha kelayotgan bo'lsanglar, albatta sizlarni olib yuruvchi va transfer xizmatlarini qilib beruvchi insonlar bo'lishi va klinikada eng muhimi tarjimon kerakligi. Aynan klinikani o'z tarjimoni bilan birgalikda gaplashib ishinglarni bitirishinglarni men maslahat bergan bo'lar edim. Chunki o'ta meditsinskiy so'zlarni men o'zim turk tili B2 sertifikatim bo'lsa ham turkcha gaplashgan bo'lsam ham meditsinskiy so'zlarda qiynaldim. Ularni men tushunishga qiynaldim degani, sizlar ham albatta qiynalasizlar degani. Shularni hisobga olasizlar. Sizlar uchun maxsus mana shu Shobodali eng katta tepalikka chiqib, mana shu manzarada chiroyli video qilishga qaror qildim. Videomizda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa yoki butun bizani mana shu Istanbul loyihamizda qanaqadir o'zingizlarning fikringiz bo'lsa, albatta yozinglar. Biz ham eshitaylik, keyingi loyihalarimizda nimalarni qo'shishimiz kerakligini, qanaqa kamchiliklar ko'rdinglar bizada, nimalarni yana bo'lishini xohlardinglar, barchasini kutamiz. Pozitiv fikrlar, negativ fikrlar, barchasi sizlardan, albatta biz uni normal qabul qilamiz. Xatolarimiz bo'lsa to'g'rilaymiz, noto'g'ri gaplarimiz bo'lsa albatta ular uchun ham faktlarni hisobini olamiz. Shu o'rinda yana bitta narsani aytib o'taman. Agar sizlarga O'zbekistondagi klinika holatlari, O'zbekistondagi doktorlarni yashashi va ularni qilayotgan ishi muhim bo'ladigan bo'lsa, ularni ham ko'rsatishimizni xohlasanglar, albatta yozib qoldirishinglar. Klinikalarni nomini yoki o'zingiz klinika egasi bo'lsangiz, unda ham yozishingiz mumkin. Biz sizni klinikangizni obzor qilamiz, xalqimizga tushuntiramiz, ko'rsatamiz. Agar siz doktor bo'lsangiz, o'z ish faoliyatingizni ham bizga bemalol yetishingiz, biz uni xalqqa ko'rsatib olib chiqib berishimiz mumkin. Faqat shartlari bor buni. Uning uchun eng muhimi haqiqatda chestni ishlanishi kerak. Klinika sharoitida doktor bo'lsangiz, juda ko'p tajribaga ega bo'lgan, eng muhimi malakali shifokor bo'lishingiz kerak. Xalqimiz uchun biz eng zo'rlarni olib chiqamiz. Agar sizda bitta kichkina minus ko'radigan bo'lsa, albatta bu narsa olinmaydi. Buni oldindan aytib o'taman. Sizlar bilan Tavsiya 365 da Muhiddinova Sojida bo'ldi. Erinmasdan Istanbul shunaqa joyiga kelib, shu qiyinchiliklar bilan biz olganimizni, videolarni qilganimizni bir mukofoti sifatida bizga albatta o'z fikringizni yozinglar. Kutib qolaman. Agar siz bemor bo'lsangiz, agar siz Turkiyaga, Istanbulga kelib davolanishni xohlayotgan bo'lsangiz, klinikalarni topishi qiynalayotgan bo'lsangiz, aldanib qolgan, ya'ni biz bilan kelgan bemorimiz kabi bir qiyin ahvolga tushgan bo'lsangiz, barcha holatda bizni telefon nomerlarimizga albatta telefon qilishingiz mumkin. Yoki Telegramdan, yoki Instagramdan, yoki bizda WhatsAppdan bemalol yozishingiz mumkin. Biz sizni to'g'ri klinikani O'zbekiston bo'yicha menejerlariga ulab qo'yamiz. Ular bilan safo holatda 1 so'm ortiqcha sarflamasdan aeroportdan to gasinitsadan to klinikaga, ya'ni gospitalga davolanishga kelishingiz va klinikadan to, ya'ni gospitallardan ateliylarga, mehmonxonaga va mehmonxonadan oxirida ketar kuninglar aeroportgacha xavfsiz kuzatib qo'yishni ta'minlab beruvchi klinikani o'ziga sizni ulab qo'yamiz. Ortiqcha xarajatlarsiz siz o'z muammoingizni hal qilishingiz mumkin. Albatta buning uchun bemalol murojaatga chiqishingiz mumkin. Biz sizga yordam beramiz.